Bu yana qanaqa musor? Aniq men buni o'qimayman. Mayli, fikrimdan qaytdim. Paket kerakmi? Bir tiyin kam bersang ko'tsin. Mayli. Sizdan 2999 so'm. Nimaga to'poyga o'xshab bu qo'llanmani oldim o'zi? Xuddi boshqa olamga ketmoqchidekman. Boshqa dunyoda tirik qolishning birinchi qoidasi. Agar siz boshqa dunyoga to'satdan tushib qolgan bo'lsangiz, birinchi navbatda sekin nafas oling va uni chiqaring. Nihoya, u rostlarim tinchlandimi? Qattaman bilan. Boshqa dunyoga tushganingizda nima qilish kerakligi haqida qo'llanma. Qo'llanmani oxirigacha ko'rib chiqing. Stop, bu o'zi rostdan ham qo'llanmamidi? O'zi qo'llanmalarni kim o'qiydi? Biznes, tushundim, qo'llanmani yaxshi ko'raman. Jalab, men tirikmanmi? Tushunarli. Demak, biz sen o'lganingdan keyin sen bilan qaysidir vaqt nuqtasiga qaytamiz. Demak, men endi super qahramonmanmi? Sen prosta o'lib tirilasan, demak sen super qahramon emas, yuruvchi po'qsan. Gandon, cho'ntagini bo'shatqani? Mana basharani qara. Tanish bu mahalliy pizduklar, ya'ni yo'l to'sar kotlardir. Bu kotlar faqatgina gruppaviy yetarib olishadi. Vaziyatni tekshiramiz. Momoni ichishning ikki yo'li bor. Birinchisi tinchgina urish, ikkinchisi esa zo'rlashyapti. Yordam! Gandon, o'zini yop. Men yordamga keldim, oyim qiz. Bilat, sen o'g'il bolamisan? Unda men surdim. Ko'kraklar yo'q ekan, yordamim yo'q. Pizdets. Unda B-planga o'tamiz. Basharanga pashsha qo'nibdi. Bu meni ko'tim o'rayotgani uchun. Hopana. Aka, nima deysiz qilaman? Zo'rlashyapti, yordam bering. Senim xili. Kotni larzaga soluvchi zarba. Kot ekan. Tez javob berchi, men o'yinchog'imni sen o'g'irlaganmiding? Men turganda o'yinchoqni nima qilasan? Ko'tingga tiqasanmi? Sen o'zi kimsan? Endi himoya qilishga majbursan. Hech qachon yeding nahoy. Mayli, o'yinchog'ingni topamiz unda. Qidiramiz. Yana qidiramiz. Ana u yerga qarab, bitta qiz yo'qolib qopti. Xo'y, nega bir o'zingsan? Ota-onang qayerda? Opa, bunga qara, menda nima bor? Buni ekspertga tiqib, ikkita qilib olishimiz mumkin. To'liq stavkaga qo'yamiz va magiya sodir bo'ladi. Pizdets. Menga qoqtirganmisan? Qidiramiz. Xo'sh, bu yana qanaqa musirxona bo'ldi? Meni musirimga teginmalaring. Kechir, bu seni o'yinganlik bilmagandik. Shunchaki bir savolimiz bor. Yaqinlashma, pashol bu yerdan. Bilat, pashol. Yebat. Da, bilat, men prosta sen o'g'irlagan narsani sotib olmoqchiman. Men nimani o'g'irlabman? Meni yuragimni. Onangni. Короче, siz menga yemaylan o'yinchog'ini, men esa sizlarga bu zaryadi o'chgan telefonni. Men ko'proq berishim mumkin. Auksiondagi jang. Bu vaziyatda diplomatik fikrlash kerak va raqibning miyasini etarish bu to'g'ri yo'l emas. Kodga 28 marta pichoq bilan o'dar. Qani 27 tasi? Mayli, unda diplomatik fikrlash vaqti keldi. Salom. Diplomatiyani sevaman-da. Razmeri kattalar aytishganidek, yaxshi narsalar tez tugaydi. Xuddi seni hayotingday. Nihoya siba Kodga 28 marta pichoq bilan. Bu yana qanaqa davom bo'ldi? Bilmasam. Yaxshi tong kotliklardan boshlanadi. Men tushundim. U kasal. Ko'p asrlardan beri tirik qolish uchun kerak bo'ladigan qobiliyatlardan biri kotni qisishidir. Bundan kelib chiqqan holda seni suhbatdagi natijalaring va qobiliyatlaring bilan o'zingga qanaqa ish xohlaysan, bolajonim? Mayli, o'zim beraman. Lavoziming xizmatkor. Qattiq ishlayapman. Juda ham qattiq ishlayapman. Pizdez ishlayapman. Ishdagi muvaffaqiyatlaring bilan tabriklayman. Va seni asosiy boshliq lavozimiga ko'taramiz. Xursandligimdan ko'z yoshlarimni tiyib turolmayapman. U qayerda o'zi? Jannatda. Ko'p qochish vaqti keldi. Ogohlantirmoqchimanki, bizning professional qo'llanmamiz faqatgina boshqa dunyoda tirik qolish uchun mo'ljallangan. Ya'ni qandaydir o'rmonlarga to'g'ri kelmaydi. Bu bilan ba'zi qobiliyatlarga ham, masalan, yo'l topish. Qayerdaman bilat? Suv topish. Yordam, hozir chanqa bo'lib qolaman. Hayvonlardan himoyalanish. Pashol nahiyatvacha. Va qizlar. Nima? Eshit, Subaru, biz hozir juda muhim odamlar qatnashadigan tanlov oldi majlisga boramiz. Shuning uchun kimgina ko'tingni qisib yursang yaxshi bo'lardi. Aha, bo'ldi gap yo'q. Va shu yo'l bilan biz negerlarni jamiyatdan chiqarib tashlaymiz. O'tag'imni qo'ydim. Miyangni ozgina bo'lsa ham ishlatasanmi? Menda yana bitta cho'p bo'lganida uni ham tiqib qo'ygan bo'lardim. Stop, yana bitta dedingmi? Tabriklayman, sen chiqib qo'yding va shu paytgacha yig'ilgan hamma hurmatingni yo'q qilding. Dalbayob. Oxirgi gaping shart emasdi lekin. Ammo buni to'g'rilash yana bitta yo'li bor. Aytchi. Dinahoy, senga aytmayman. Undan ko'ra Google'dan izlab bor. Okey. Nihoya sibet topdim. Birinchi qadam tayyorlanish kerak. Monster bilan urushishdan oldin xatyabi ozgina bo'lsa ham urushishni o'rganib olish kerak. Charchadingmi? Pauza qil va Twix yeb ol. Yo'q, rahmat. Twix? Yo'q. Twix qil, pauza yeb ol. G'alati-yu, lekin yo'q. Pauza qil, Twix yeb ol. Zaybal qilding, o'sha Twix'ni kotlaringga tiqib qo'y.
Jim bo'lib qolganing sababi hozirgi gapim emasmi? Ikkinchi bo'lib informatsiya yig'ish. Uchadigan kit qanaqa bo'ladi? Uchadigan it baliq prosta kattaroq. Javob uchun rahmat. Uchadigan kit qanday bo'ladi? Oyog'im o'p nahoy. Aha, xo'p. Fu, blyad, o'pma. Axir o'zing aytding-ku. O, salom brat, pizdez brat. Yaxshilab ishla brat. Shunda biz bilib oldikki, uchadigan kit bu uchadigan oddiy it baliq, faqat kattaroq. Uchinchi bosqich. Depressiya nima? Stop, nima? Unga yana nima bo'ldi? Menimcha uni nimadir zo'rlagan bo'lsa kerak. Qitqilashni yoqtirasanmi? Shika. Yo, bля, yo. To'rtinchi bosqich. Majlis. Kit. It baliq. Okey, давай boshqatdan. Kit. Mana qo'y. Vau, biz ipladik. Bizda problema bor. Geniyalar qishlog'ini bosib olishdi. Qanaqa geniylar? Endi bo'lsa do'stlarim, geniylarni sanaymiz. Qani boshladik. Bitta geniy, ikkita geniy, uchta geniy, to'rtta geniy, beshta geniy, oltita geniy. Menammi? Mayli, bunchalik ham qo'rqinchli bo'lmadi. Men o'g'il bo'laman. Menimcha animedagi muammolarni kinodagi uslublar bilan yechish kerak. Birinchi qadam, operatsiya yaxshi o'tishi uchun shpiyonni topib, uning ko'tiga cho'p tiqishimiz kerak. Oxiri ushladimi? Endi cho'pni olib kelinglar. Qishloqni svet va gazni tekshirish bahonasi evakuatsiya qilamiz. Assalomu alaykum, biz gazdan keldik. Elektrni tekshirib ketishimiz kerak. Shunda biz butun qishloqni evakuatsiya qilishimiz kerakmi? Menimcha kimnidir gazini muzlatib ketishadi. Unda qishloqda hech kim yo'q hisoblanglar. Keyingi qadam dushmanni lo'q qilamiz. Hey, qara, menda nima bor? Oyna. Hey, bu yana qanaqa pidra bo'ldi? Bu prosta seni aksing. Oynadagi kotni o'ldirish kerak. Hammasi plan bo'yicha ketyapti, o'rqamda. Tepaga qara badbashara kaptar bu. Oxirgi qadam dushmanni tuzoqqa tushirish. Kotlar, если что, tuzoq menman. O'rni nahoy. Mayli taslimman, men sizlarga rejani aytib beraman. Arava. Bo'ldi, o'ldiryapman. Yo'li, blyad, onangni. Qo'ysang-chi, u baribir ham hech qanaqa qiziq narsa aytmasdi. U aytmoqchi ediki, Emilian aravasiga mina qo'yilgan. Yo'li, blyad, quvishamiz. Nima bo'ldi, brat? Buncha tez haydayapsan. Prostaga orqamizdan qanaqadir g'alati shashlik qo'layapti. Bos, gazni bos. Salom. Blyad, xazinam qayerda edi? Mana u. Hoy, to'xta, Subaru. Nima, Emilia? Sen mendan 5000 so'm qarzga olganding. Tak, bombani oldim. Uni qanday zararsizlantirish kerak? Bilasanmi, qo'llamajon? Men senga kibersportchi emasman, blyad. O'zing epla. Ko'tmisan? No, bilmadim. Kesib ko'r masalan qizilni. Endi tushunyapman nimaga bu kitobchani aksiyada sotishganiga. Bu перевозучка ham tugadi. Xudoga shukr, unchalik qiynalmadim. Aytgancha tarjimon Ice, ovoz berdi Black Angel, Gomu o'z YouTube kanali uchun maxsus o'zbek tiliga o'girildi. Aytgancha bir iltimos, Instagram sahifalarimizga o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Men o'lmadimmi? Senga hali o'lishga erta YouTube'dagi videoni enangni yeri qo'yadimi?